Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugungi videoda biz avtomobil detallarini ishlab chiqarishda keng qo'llaniladigan zamonaviy texnologiyalardan biri eksturziya usuli bilan polimer materiallarni olish jarayoni bilan tanishamiz. Hozirgi kunda avtomobilsozlik sanoatida metallning o'rni tobora ko'proq polimerlar egallamoqda. Chunki ular yengil, arzon, shakl berish oson va korroziyaga bardoshli. Shu xususiyatlari tufayli polimerlar avtomobilning tashqi va ichki qismlarini ishlab chiqarishda muhim ahamiyat kasb etadi. Endi esa eksturziya jarayonining o'ziga to'xtalamiz. Eksturziya bu polimer garnurlarini eritib, ularga maxsus qolip orqali uzluksiz shaklda chiqarish texnologiyalaridir. Jarayon maxsus eksturziya mashinasida amalga oshiriladi. Avval polimer garnurli bunkerdan mashinaga yuklanadi. Mashina ichidagi ventil mexanizm ularning oldingi harakatlarida shu jarayonda issiqlik yordamida garnurlar eritiladi. Eritilgan polimer quvvat, lenta, plastika yoki maxsus avtomobil detal shakliga ega bo'lgan qolip orqali siqib chiqariladi. Natijada bir xil qalinlikdagi mustahkam va sifatli polimer materiallari olinadi. Bu materiallar keyinchalik kesiladi, sovitiladi va avtomobil detallarini tayyorlashda ishlatiladi. Eksturziya usuli ishlab chiqarishni avtomobillashtirish, chiqindini kamaytirish va mahsulot sifatini oshirish imkonini beradi. Shuningdek, bu texnologiya ekologik jihatdan ham xavfsizdir, chunki polimer chiqindilarni qayta ishlash imkonini beradi. Bugungi kunda eksturziya usuli yordamida tayyorlangan materiallar avtomobil bamperlari, eshik chiqishlari, ichki panel va bezak elementlarini ishlab chiqarishda keng qo'llanmoqda. Eksturziya usulining eng katta afzalligi u uzluksiz ishlaydi, ishlab chiqarish tez va sifatli kechadi, materiallardan to'liq foydalanadi, chiqindi deyarli bo'lmaydi. Shuningdek, jarayon avtomobillashtirilgan qilib mahsulotning zinchligi va shakli bir xil bo'ladi. Avtomobil sanoatida eksturziya yordamida eshik rezinalari, salon bezaklari, elektr simlar uchun izolyatsiyalar, ventilyatsiyalar, turbalar hamda himoya qoplamlari ishlab chiqariladi. Bu detallar mashinaning mustahkamligi, xavfsizligi va tashqi ko'rinishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Xulosa qilib aytganda, eksturziya bu zamonaviy polimer mahsulotini tayyorlashda eng muhim texnologik jarayonlardan biri. U ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi, sifatni yaxshilaydi va ekologik jihatdan ham foydalidir. Shu sababli bugungi kunda avtomobil sanoatida eksturziya usulining o'rni beqiyos.